lavlagi sharbati bilan aralashtirilgan vazelin surtsangiz, ularning rangi pushti bo'ladi hamda ular yumshoqroq va jozibaliroq ko'rinishga keladi. Agar tirnoqlaringizga muntazam ravishda guruch suvi bilan aralashtirilgan vazelin surtsangiz, tirnoqlaringiz uzun, juda mustahkam va sinmaydigan bo'ladi. Agar kipriklaringizga zaytun moyi bilan aralashtirilgan vazelin surtsangiz, ular qalinlashadi va sizga endi tush kerak bo'lmaydi. Agar vazelinni bolalar moyi bilan aralashtirsangiz, u terini namlaydi va pigmentatsiyani ochaytiradi. Agar kofeni vazelin bilan aralashtirsangiz, ko'zingiz ostidagi qora halqalardan xalos bo'lasiz va ko'z osti sohalari oqaradi. Agar qoshlaringizga har kuni va muntazam ravishda maydalangan sarimsoq bilan aralashtirilgan vazelin surtsangiz, qoshlaringiz qalin, sog'lom va chiroyli to'liq bo'ladi. Agar tovonlaringizga lavlagi suvi bilan aralashtirilgan vazelin surtsangiz, ular yosh bolaning oyog'idek pushti rangga kiradi. Agar vazelinni iste'mol sodasi bilan aralashtirsangiz, tanangizdagi har qanday qora sohalardan xalos bo'lasiz.